Navbatdagi xaridimiz bugun shunday 40 grammdan ziyodlik qo'li bo'yni sepochka bilan brasletni xarid etdi. O'g'illari analarni podarki hisobidan olib beryapti. Ham tug'ilgan kun ekan, ham Noviy god uchun. Qo'shimchasida shunday yakutskiy brilliant 560 gramm chig'atag'in ogurchalkimizdan ham xarid etdilar. Bu kelinning podarkisi, bu o'g'illarning podarkisi ekan. Yaxshi kunlarga taqsin hajonaz. Undan namzorlarni yetirsin. Yana kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Gold Yulduzda kutib qolamiz. Bittagi xaridimiz shunday 750 proba bakinskiy brilliantimizni xarid etdi. Bu sestramiz Urganchdan kelib, bizlardan xarid etib, Buxoroda o'tirib kuzatib o'tiradi ekan. Bular yaxshi kunlarga tag'in undan namzorlarni yetirsin. Eng so'nggi trenddagi modelda oldi. Kimga yana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Gold Yulduzda kutib qolamiz. Yaxshi kunlarga tag'in. Bittagi xaridimiz shunday 17 grammlik yalpoq variantdagi zemikamizni xarid etdilar. Arsentib kelishtirilgan baholarda qilib berdik. Skidka baholarda Noviy godga o'zini o'zi podarki etdi sestrang. Yaxshi kunlarga tag'in undan namzorlarni yetirsin. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun bizlarda shunday to'ychilar xarid etdi. Urganchdan kelib, bularda braslet xarid etdi. Rossiyskiy Cobra. 10 kelinlarni meda shunday sepochka sofazar klonimizdan xarid etdilar. Shunday qo'shimcha komplektimizni bular brilliant rossiyskiy to'q kislota ko'taradi. Hammasini kelishtirib arzon etib berdik. Yaxshi kunlarga taqsin kelinimiz Urganchdan kelib xarid etdi. Yana kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Gold Yulduzda kutib qolamiz. Urganchdan kelgan klientlarimiz shunday kelinlarning podarki sifatida Dorika modelimiz bilan shunday zimeka brasletimizdan xarid etdilar. Nasib etsin akam. Undan namzorlarni olg'aysiz. Xayrli kelin bo'lsin. Navbatdagi xaridimiz shunday 5 grammlik zemikamizni xarid etdilar. Bular bronzga bir qism bo'latag'in zemiklarimizni kelishtirib bayram skidkalari bilan arzon qilib berdik. Qo'shimchasida shunday dorikali variant uzugimizni xarid etdi. Yaxshi kunlarga taqsin qizlarni podarki etdilar. Undan namzorlarni yetirsin. Yana kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, Gold Yulduzda kutib qolamiz. Klientimiz kelinlarni shunday so'm oltin dorika variantdagi komplektdan xarid etdilar. Nasib etsin. Undan namzorlarni olg'aysiz. Xayrli kelin bo'lsin. Kelinman rahmat. Klientimiz o'zlarini shunday kardinal sepochkadan xarid etdilar. Bayram munosabati bilan nasib etsin. Undan namzorlarni olg'aysiz. Klientimiz ballari bayram munosabati bilan shunday Alloh qilon bilan sepochkamizni xarid etdilar. Nasib etsin. Undan namzorlarni olasiz. Klientimiz ayollarni bayram munosabati bilan shunday gurmet naborimizdan xarid etdilar. Nasib etsin. Umrlari uzoq bo'lsin.